Bugun men sizlar bilan bitta bolajonimiz, ya'ni Mustafo 1 yosh 8 oylik bolamizdagi natijalarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ya'ni onajonimiz 4 ta farzandni onalari, 3 ta farzandlarida hech qanday muammo bo'lmagan. Mustafoda 6 oyligidan ko'zga qarashlari, oyog'ini chaqaloqlarni ko'targaningizda likillatadi. O'sha holatlari, hattoki oyog'ini bosmasliklari onasini xavotirga solgan va ular lecheniya olishni boshlashgan, mutaxassislarga ko'rsatishgan. Men nima demoqchiman, har bir bolani kasalligini davolashdan ko'ra uni oldini olgan albatta yaxshiroq. Hozir shu bolamizdagi natijalar bilan siz bilan bo'lishmoqchiman. Mustafa, bu nima? Bu nima? Ovqat. Bu nima? Non. Men kim? Xolasi. Bu kim? Amina. Bu kim? Boshing. Ana boshi. Ko'zing qani ko'zing? Ana. Og'zing qani? Og'zing. Qo'ling qani? Qo'ling qani qo'ling? Ana jonim. Quloqing qani quloqing? Quloq. Ay moni jonim. Oyog'ing qani oyog'ing? Oyog'ing qani? Ay salim. Soching qani soching? Ana sochi. Burning qani burning? Oy, o'sha burningmi seni? Ko'zing qani? Oy moni. Tishing qani tishing? Ana tishi.